Sizlar bilan yana men Jogo Gaming o'z. Bugungi video roligimizda esa biz Dream League Soccer o'ynaymiz. Dream League Soccer o'ynaydiganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar video yoqsa like bosib qo'yinglar, yoqmasa ham podpishka qilish uchun kommentariy yoki like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Bo'lmasa mana biz ham videoni boshlab oldik. Boshlanishiga mana bu yerdan pullarni olyapman. Mana har doim esinglarda bo'lsa, mana Dream Treasure'dan tekinga ikkita narsa beradi. Shu va narsalar beradi. Shuni va shuni beradi, to'g'rirog'i. Va mana biz olib oldik. Endi esa buni kimga kuchaytiramiz? Cristiano Ronaldoga kuchaytirib qo'yamiz. Cristiano Ronaldoga kuchaytirib qo'yamiz. Mana bizning akkaunt. Biz bugun bitta o'yinchi olib sotishga muvaffaq bo'lishimiz kerak. Hozircha akkauntim yaxshi. Mana videoni biz ham boshlab oldik. Ssenariyaga kirib olamiz birinchi o'rinda. Ssenariyadan pul topishni boshlaymiz. Chunki ssenariyada ko'proq pul beradi. Agar oson bo'lsa ozroq pul beradi. Biz mana qanaqadir botroq akkauntga tushdik. Bot bo'lsa ham mayli, zato akkaunt. Mana chapqana hujumchisini o'rtaga qo'yib o'ynashga majbur bo'ldim, chunki tezligi yaxshi ekan. Mana o'yinni boshlab oldim. O'yin Dream League'ni o'zi hamma bilsa kerak. Va mana biz boshlab oldik. Laringa pas berdi. Mana gol o'tkazib qo'ydim. Yo'q. Arab ta'simi yaxshi. Pas berdi. Va mana bizga gol urib qo'ydi, lekin biz hozir comeback qilamiz. Harakat qilamiz comeback qilishga. Biz ham bitta gol urdikmi desam yo'q. Ta'lis to'sib oldi. Va yo'q, bizda gol emas. Mayli, yana majburmiz. Pas ber, yaxshi desam yo'q. Zashta olib qo'ydi. Hozircha yaxshi ketmayapti. Kimgadir aniq pas berib qo'ydim. Yetmish 76-daqiqa. Men gol urishim kerak yoki durang qilishim kerak. Bo'lmasam boshqa ssenariy o'ynashga to'g'ri keladi. To'g'risini aytsam, DLC 25da ssenariyalar qiyinlashib qolgan. Ayniqsa noldan boshlagan o'yinchilar uchun vafshe qiyin bo'lib qolgan. Mana biz kallasi ishlab qoldi bitta. Modda ham kallasi ishlaydi. Mana yana qo'lab Maffeo degan futbolchi bor ekan. Kalla yomon qo'ydi, ammo bu noaniq zarba edi. Biz mana 3-2 yutib qo'ydik, lekin mana aytibmanki, bu DLC 25da bizni ssenariyalar o'ta ham qiyinlashib qolgan. Iloji boricha yutishga harakat qilyapman. Biz internetimiz ishlamay qoldi. Hozir internet ishlamasa mana signing ko'ramiz. Bizga mana yangi nimalar kelibdi. Hozir biz 500 ta tanga olamiz ekan. Bo'lmasa mana birinchi biz o'ynashni boshlaymiz. O'zimiz akkaunt baribir kuchliroq. Mana o'yinni boshlaymiz. Carvajal, Messi, cross aytolmaysan chunki fatga tashladi. Ajoyib g'aroyib. Rudiger mayli bo'lib turadi. Xatoliklar.
Elanga, Milinkovic, Yaretes. G'alati futbolchilar bor ekan. Ismi g'alatiroq. Hudson Odoi. Cross. Voy. Mayli, Carvajal yaxshi. Do'stlar, sizlarga yaqinda bitta video chiqarmoqchiman. Bitta preview yasashni o'rgatmoqchiman. Ayniqsa yoshlar uchun. Valverde'dan ajoyib gol bo'ldi. Pushka. Zo'r gol oldi. O'zi Federico'da anchalar udar bor. Real Madridda porlatadi shu bilan va bizada Ruben Dias to'p olmadi. Nico Williams, Kroos, Ronaldo, Vini dediga ancha yaxshi. Kuchaytirganmi? Messi va zarba gol. Messi birinchi bo'lib qora bo'ldi. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Messi ham o'zining davrining eng zo'r futbolisti bo'lgan gotlardan bittasi. Hozirda ko'pchilik Ronaldo zo'r deydi, lekin Messi ham o'zining davrida yaxshi futbolist bo'lgan. Va out, ya'ni apparat bo'ldi. Ronaldo ilib ketdimi? Yo'q. Shavol. Baratadis. Rudiger kallaga olib qo'yadi baribir. Offside. Mayli. Zato biz yutamiz 2-0. Rudiger yaxshi, Cristiano yaxshi. Voy. Shtangaga ham tegib qoladimi bu poyat? Va biz mana reklamani ko'rib oldik. Hozir videoni boshlayman. Qiyshiq uyg'ondi mana. Mana ikkinchi taymni ham boshlab oldik. O'yinchilarni alishtirib oldimmi? Yo'q, o'yinchilarni alishtirmadim. Va Kroosdan zo'r zarba ketdi. Kroos yaxshi zarba edi. Baratalisda bo'yiga berib qo'yibdi. Mana biza offside, axir offside-ku offside ham bilmay qolyapman. Akkaunt sotib olganmisiz deysizlarmi? Yo'q. 24 dan kuchaytirilgan akkaunt. Kommentariyaga sotasizmi deb yemanglar, men sota olmayman. Chunki bu akkaunt menga juda ham qadrli. Va Ronaldo kalla bilan intiqib qo'ydi. Daligini qilgan o'sha samolyot bor. Samolyotda uchadi. Sizga aytmoqchisiz, Messimi, Ronaldomi fanatimisiz? Dribling bo'yicha Messi, udar bo'yicha Ronaldo. Menga ko'proq Messi yoqadi dribling bo'yicha. To'g'ri, dribling asosiy emas, asosiy nima kirmaydi-yu, texnika bilan udar kerak-yu deysiz. Lekin menga bir tomonda Messi yoqadi. Biz mana 4-gol urdi Ronaldo. Sekin mixlab qo'ydi. Yaxshi Ronaldo. Messi to'pni olmoqchi edi. Ruben patkat. Voy, oyoqqa tashlab qo'ydi. Pustovoy. Yaxshi nima edi, lekin Alisson saqlab qoldi. Vini yaxshi to'pni olib ketdi. Voy. Men Ronaldoga pas berib xato ish qildim. Va 5-gol. Kamtar Cristiano Ronaldo gol chiqdi. Hozircha o'yin yaxshi ketyapti. Sosa, Ruben, Vini, Ronaldo, Salahga alishtiribdi. Va Ronaldo 6-gol ham urdi. Yaxshi Ronaldo. Yaxshi ularlar, yaxshi nimalar.
Armani bolalar o'yinchilar olib sotamiz. Yettinchi golda ham urdik. O'yinchi olib sotib, akkauntni qora qilishga harakat qilamiz. Bir ikkita o'yinchilar qora ham qilishimiz kerak. Vini boyga il vermadimi? Vermadi. Mayli, Luka Modric. Voy, shtanga. Biz mana 7 hisobda yutdik. Oho. Shtangalarga yomon qattiq deyapti-chi. Shtangalar ting chiyadi. Hop. Biz 34 mingdan olamiz ekan. Barkolya chiqibdi bizga. Barkolya yaxshi. Barkolya ham yaxshi futbolist. Biz mana buni boshqa nimasini o'ynab ko'ramiz. Hozir reklamalar, hozir reklama tugagandan keyin o'yinni boshlaymiz.